Tog'dan vlog qo'yib nima qilaman, baribir hamma biladi-yu tog' qanaqa bo'lishini deb o'ylagandim. Lekin o'sha kuni kutilmagan hodisalardan keyin siz bilan o'z taassurotlarim bilan bo'lishishga qaror qildim. Ertalabdan bozor o'char qilgandan keyin sobiq hamkasblarim bilan tog'ga yo'l oldim. Nimaga sobiq? Chunki avval birga ishlaganmiz va hozir ham yaxshi do'stona munosabatlardamiz. Birinchi qilgan ishimiz nonushtadan keyin 6 partiya mafiya o'ynadik. Katta ham kichik ham hech nimaga qaramasdan bir-birini o'ldirib yuborishga tayyor edi. Bundan bir kun oldin ertaga tog'ga ketaman deb ko'zimga uyqu kelmasa bo'ladimi? Va kuni bo'yi uyqusirab yurgandim, lekin bu go'zallikni ko'rgandan keyin uyqum uchib ketdi. Umrim bo'yi qarshimda o'z ko'zim bilan bunaqa ko'p suv ko'rmaganman. O'zbekistonmi bu deb odam o'ylanar ekan. Undan keyin tabiat qo'ynida ikkisi qo'l bola kaboblardan yeb, operatorimizdan zo'r fikr paydo bo'ldi. Yaqin orada nanay sharsharasi bor. Olib boraymi? Ammo aytgan gaplardan shu zahoti afsuslandilar, chunki mashinada yoqilg'i yetmay qolishi xavfi bor edi. Lekin allaqachon kechdi. Biz qizlar boshimizga sarguzasht izlaganimiz sababli oyoq tirab boramiz deb turib oldik. Mana shu joyda men sizlarga vlog chiqarishga o'sha qat'iy qaror qilgandim. Ko'rib turganingizdek sharcharaga olib boradigan mashinalarni tanlamasdan, suvlar, tepaliklar, chang-to'zondan o'tib, o'zimiz sharcharaga borishga qaror qildik. Reja bo'yicha bizning passiv dam olishimiz oxiri borib aktiv dam olishga aylandi. Va taram, qarshingizda nanayni kichik sharsharasi. To'g'risi men bu go'zallikdan lol qoldim. Yosh kuchga to'la paytimda taqdir taqozosi bilan bu joylarga kelib qolganimdan juda ham minnatdorman. Bir aqlli odam aytgandek, pulni to'y hashamga emas, sayohatga sarflash eng to'g'ri qaror. Qaytishda esa o'yladim, bitta tog'ga chiqqanim orqasidan shuncha emotsiya oldim. Chet elga chiqsam agar nimani his qilar ekanman? Xudo xolasa vaqt ko'rsatadi. Qaytgancha qaytishda menga chiroyli obunachim shu konvertni sovg'a qildilar. Ichida nima borligi haqida Telegram kanalimda aytib beraman.